Urganch davlat pedagogika instituti tomonidan Urganch davlat universiteti bilan hamkorlikda xorijiy tillarni o'qitishda integrativ yondashuv, innovatsiyalar va ilg'or tajribalar mavzusida xalqaro ilmiy amaliy anjuman bo'lib o'tdi. Tafsilotlar hozirgi lavhadan o'rin olgan. Urganch davlat pedagogika instituti hamda Urganch davlat universiteti hamkorligida tashkil etilgan ilmiy amaliy anjumanda professor, o'qituvchilar, ilmiy tadqiqotchilar va talaba yoshlar ishtirok etdi. Xalqaro miqyosda o'tkazilgan tadbirda yuqori malakali mutaxassislarni tayyorlashda tajriba almashish, innovatsion yondashuvlar, ilmiy amaliy tadqiqotlar haqida so'z bordi. Ushbu anjumanga turli mamlakatlardan olimlar, tadqiqotchilar, shu jumladan Malayziya, Indoneziya, Afrika, Turkiya, Rossiya kabi mamlakatlardan olimlar tashrif buyurishgan. Biz ishonamizki, ushbu konferensiya yangi g'oyalar, samarali hamkorliklar va kelgusidagi loyihalar uchun mustahkam zamin yaratadi. First of all, it's amazing to be here with so many professionals, so many educators. Men Xorazm viloyatida ta'lim tizimida 6 yildan buyon faoliyat ko'rsatib kelyapman va ta'kidlashim kerak, mamlakatingizda ta'lim tizimiga juda katta e'tibor qaratilyapti. Birgina o'tgan yil bilan solishtiradigan bo'lsak, 1 yil ichida sohada juda katta o'zgarishlar amalga oshirilyapti. Bu albatta kelgusida yuqori natijani qo'lga kiritishda katta ahamiyatga ega. Ilmiy amaliy anjuman davomida nufuzli xorijiy oliy ta'lim muassasalari vakillarining oliy ta'lim tizimini takomillashtirish, xalqaro standartlarga mos mutaxassislar tayyorlash hamda sohadagi ilg'or tajribalarni joriy etish bo'yicha ma'ruzalar tinglandi. And this is my first time in Uzbekistan. I was invited. Men Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universitetida faoliyat olib boryapman. Ushbu ta'lim dargohi haqida fikrlarim juda yaxshi. Bugungi Urganch davlat pedagogika instituti bilan hamkorlikda o'tkazilayotgan ilmiy amaliy anjumanda sun'iy intellekt mavzusida ma'ruza qildim. Ta'kidlash kerak, bugungi anjuman ma'lumotlarga boy tarzda o'tyapti. Ta'lim jarayoniga zamonaviy innovatsion texnologiyalarni olib kirish ta'lim sifati va samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Kompetensiyaviy va integrativ yondashuv barcha fanlar qatorida chet tillarini o'qitishda yangicha yondashuvlar, metodlar va usullarni ishlab chiqishni va ta'lim jarayoniga joriy etilishini ta'minlaydi. Bilamizki, bugungi kunda o'qituvchining roli o'zgargan. Ya'ni biz aynan studentlar bilan birgalikda o'qib rivojlanadigan davrga kelganmiz va bunda aynan o'yin elementlarini darsga qo'shish muhim ahamiyat kasb etmoqda har doimgidan. Chunki bilamizki, talabalar juda ham aqlli, ularni o'ziga xos dunyoqarashga ega va aynan mana shunga moslashgan tarzda biz o'qituvchilar ham dars muhitini, ayniqsa tarjimani o'qitishda xorijiy tajribalarni o'rgangan holda dars muhitiga olib kirish bizni asosiy vazifalarimizdan biri deb hisoblaymiz. I teach at Kiva Presidential School. I'm very happy to be here today in Urganch to stand this conference on Xiva shahridagi Prezident maktabida o'qituvchi sifatida faoliyat yurityapman. Bugungi anjumanda mahalliy va xorijiy olimlarning sun'iy intellektni joriy qilish, texnologiyalar integratsiyasi va xorijiy tillarni o'qitish bo'yicha berilayotgan takliflarni eshitib juda xursand bo'ldim. Bir qator ma'lumotlarga ham ega bo'ldim. Anjuman doirasida mahalliy va xorijiy oliy ta'lim muassasalari vakillari bilan onlayn muloqotlar ham tashkil etildi. Bir so'z bilan aytganda, innovatsion ta'lim yondashuvlari va texnologiyalari yangi ilmiy amaliy tadqiqotlarga keng yo'l ochish bo'yicha muhim muloqot maydoniga aylandi. Unda ko'tarilgan dolzarb masalalar, ishlab chiqilgan taklif va o'rnatilgan yangi hamkorlik aloqalari ta'lim sifatini oshirishda, o'zaro tajriba almashishda muhim o'rin tutadi.